Assalomu alaykum, bolalar, yaxshimisizlar? Xullas bolalar, bugungi videoda prevyuda ko'rib turganinglardek yangi keyslar kelgan. U keyslarni bugun xudo xolisa ochamiz va ko'rib turganinglardek na perchatka bor, na pichoq bor, polniy gadoyskiy stilda bo'lyapti. Xullas bugun bitta sit ham qilamiz. To'g'risini aytganda men o'zi pichoq bilan perchatkani olmoqchi emasdim, lekin kichkina narx qo'yib qo'yganim o'zi avtomatik sotib olib qo'yibdi. O'zi buni videoda olmoqchi edim. Baribir shu olamizda, xullas ko'rasizlar. Men hali o'ynaganim yo'q, to'ys ishlatganim yo'q. Shtir sizlarga ko'rsatmoqchiman birinchi. Xo'p, bizga yangi kelgan narsa mana shu event degan, sinastik degan. Xo'p, bu yerda qaranglar. Bu yerda ikkita yo'li bor. Birinchisi, to'ys 3 ta keys bor. Birinchisi sinastik event create degani bor. 50 ochkodan ochiladi bittasi. To'g'risi bolalar realni mana shu digit. Menga realni yoqdi. Nu dasal qizlarnikiga o'xshaydi. Menga juda ham yoqdi bo'ldi. Men ham o'zgacha o'ta prям, normal edi, to есть desa bo'ladi. Qolganlari musrofga. Bu yerdan ikkinchisi, ya'niki 200 tangaga ochiladi, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Men bu nakleykasi o'ta go'zal ekan. Stiker shu. Короче, stiker paktisi ham bo'lar ekan. Mana buni olib qarasa, boyagi skillida, mana bor ekan bitta udaridan. Yana mana bor ekan. Stiker very look bor ekan. Nechta very look, конечно. Xo'p, uchinchisi 2000 ochkoga ochiladigan keys. Takshi bola tipiga qaraydigan bo'lsalar, har bitta ochgan ochkoyidagi, например, 225 mingta ochsalar, mashina Satrex'ni tekinga ber ekan, podarkaga. Oxirgisida nima bor? Ko'rishingiz mumkin. Oxirgisiga tanto bor, bolalar tanto, udari jinnis tintagi. Вообще imbovoy. Yaqinda o'zi bozorga chiqish kerak. Yadishmalar chiqqanmi, xolos. Bu yoqdan ochib tushirishni hech bilmadim, lekin bozorga chiqadi. Xo'p, xullas buni har bittasi 2000 ekan. Endi bizga ham tangasidan kerak. Qaranglar, bolalar 6000 olmish bilishda bor. Agar sizlar ham ochmoqchi bo'lsanglar, buni shu yerda sotib olishga bolalar, men shu joyda ozroq xato informatsiya berib yuboribman. Ya'ni goldga olsanglar arzonga tushadi deb o'yladim, lekin goldga qimmatga tushigan. Agar akkauntingizda lishniy gold bo'lsa olsanglar bo'ladi, lekin gold sotib olib keyin olishni maslahat bermayman. Sirazi ochkosini sotib olishingizdan maslahat beraman. Shuni tushuntirganman hozir, shuning uchun kiysaman, bu joyini qo'ymayman. Takshto agar ochko kerak bo'lsa, o'zimiz gold shopga murojaat qilishingiz mumkin. Endi qaranglar bolalar. Menda общий 20 ta bo'ldi, to'g'rimi? Endi kiraman bunga. Menda hozir 200 почти 500 goldda ketdi, adashmasam. Bunda 500 gold ketdi. Endi qaranglar, 500 goldga men qancha tanga olaman? Men kiraman, ketdi mana. 10 ta o'zi belgilab qo'yibdi. Mana belgilasini tashqari ketdi mana. 1800 tirs urdimmi bolalar? Takji. Yana ketdi mana. O'ta naklikaligim bor ekan. Yana ketdi mana. Mana 1800 tan bolalar. Все naqd. 3666 ta. Ya'ni hozir 500 gold evaziga men 3666 ta yig'dim. Agar buni hozir sotib olamiz-sak, normal summaga tushamiz. Baribir qanchadir miqdorda bo'lsa ham kamroqqa tushadi. Hali 24-25 kun bor. Xohlagan usullar tanlab olishingiz mumkin. Plus bu yerda oddiy 50 taligidan 13 ta oldim. Qimmatidan 200 so'mligidan 15 ta olganman. Bolalar. Bolalar meni ham ochishim mumkin. Ya'ni bilmayman, agar ochadigan bo'lib qolsam videosini ko'rishingiz mumkin. YouTubedan kirib. Xo'p, ketdikmi bolalar? Nimadan boshlaymiz hozir? Qaysi biri arzonroq edi? Значит, qimmat ekan, sarig'idan boshlaymiz. Kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Men hozir sami gilamiz digil. Agar ertalabdan meni digil tushib qolsa, bolalar, men o'ta xursand bo'lardim, to'g'risi. Chunki bu digil menga juda ham yoqadi. Realni aytyapman, bolalar, behazil. Grafiti tushdi, normal emas. Hatto bu oddiy raram tushmayapti-da, bolalar. Rarni ham garar berib o'tiribdi-ku. Normal pattern 405. Normal bo'ladi. Yo'qdan ko'ra bo'ladi, bolalar. Davay digilni bera qo'yinni, yana rarmi? Xarosh. Yo'qdan ko'ra bor. O'zi hozir sotuvga yo'q, qaydan bo'ladi, o'zing chiqamiz. Hatto bir monasi emsin, ipiga bersa bo'ladi. Legendarniy to'ysimi? Hamma hayli.
Mana bu qanaqa ekan? Mana ham chiroyli ekan lekin. Bu ham chiroyli. Lekin arzon bo'lsa bu gavno. Bu gavno. Arzon bo'lsa mana bular chotka ishlagan. Qaranglar, bolalar menga o'qiyapti lekin. Epic bilan legendanilar udarishlardi. Realni tan olish kerak. Давай sticker, блядь, сволочь. Hatta biz sticker bermadi. Nega bu kis yoqdi lekin bola chota yana ochadigan o'xshayapti chota. Давай sticker B. Good. Sticker bermadi. Menga yoqdi to'g'risi bu kis. Так, давай ya. Menga boshqa narsa berma. Faqat bir xil narsa beryapti. Давай sticker. Voy. Mana hurmat qilay, давай bitta sticker ber, хотя бы. Ладно, bu lidniklar orzu bo'lib qol. То есть degillar orzu bo'lib qolayki, хотя бы bitta sticker bergin. Iltimos, mana ipikdan bo'lsa ham. Voy, qari ikkitalar degil o'tib ketyapti. Yo, tova. Grafika beryapti. Shunchalardan o'tib grafika beryapti. Qoyilmisizlar, bolalar? Qarang, shuncha narsadan o'tyapti. Давай. Nice, bola, nice. Lekin idealni bo'ldi-yu, buni qaranglar. Normalni, shuni kutyaptim, yaxshi, o'ta go'zal. Buni pakashto kutaman bozorga chiqishini. Давай. Ya, yana bermayapti. Oxirgi ikkita qoldi. Короче, bitta boost qilamiz. Buni lekin idealnida bo'lib prям. Juda yaxshi ko'rib qoldim bor-ku, bu tezroq chiqsa edi. Mengold bo'lsa ham o'yraman. Давай bitta epic. Oxirgisi. Bilaman, bunda ham tushmaydi. Bilaman. No, давай. Xo'p, endi sinasida yaxshiroq kiysak o'tamiz. Endi faqat оружие. Bismillahirrohmanirrohim. Bittaga degil tushib, bitta bilan временныйmi? Временный-ku bu. Временный ekan-ku, bolalar. Qanday kiysiz bu hozir? Tushunmayapman men hozir shu narsaga. Mana shumi? Bila. Qimmatini birinchi ochib qo'yibman-ku, bolalar. Endi arzoni qopti faqat. Endi arzoni qopti, bolalar. Ladni endi shuni ochib taylaymiz. O qaranglar, hozir buni tez ochilib ketadi videoda, bitta tashlab taylayman chunki bu mencha qiz emas. Xo'p, bolaman ko'rib turgan edi, faqat временный narsalar berdi. Hech qanaqa bir normal narsa, u normal, ishtasi bergan, u faqat временный narsalar berdi. 1 2 3 4 5 6 ta mana bunaqadan bergan, imsa 14 dan. Dravashga bergan 6 ta, 2 ta bunaqa bergan, 90 bergan. Mana bunaqa bermagan xullas, bolalar. Faqat shunaqa menga bu yerda eng yoqqani hozir 500 gold shuncha narsa oldim. Bu ham bermadi, lekin menga bitta mana bundan bergan ekan. Menga bitta yoqqani mana shu bo'ldi. Realni boshqa hech narsa bo'lgan, buni sotishni kutaman. Если что bozor chiqsa sotishga harakat qilaman, sotilib qoladigan bo'lsa. Bolalar, naverno ochishni boshqa foydasi ham ko'rib turibsizlar, bir balo ham bermaydi. Undan ko'ra bozorga chiqqandan kirib sotib olganim yaxshi, bola to'g'risi. Hozir joyidan bitta boksda bitta ochaymi. Endi uzoq kutilgan momentlar sizlarga men o'zim skinimni ko'rsatmasam bo'lmaydi, bolalar. Qaranglar. To'g'risi o'zim juda ham chotki set yiqqanimni o'zim mazza qo'ydim. Mazza plastikamiz. Bolalar nima deyapti bu bolalar? O'zinglar bir narsa deylar bolalar. Glove spray bilan Sting Melt bor, bir-biriga chapishtirib yubordim. Mana qaranglar. Hozir atni zapros qilib ikkalasini qo'yamizdagi matchga kirib ko'ramiz bolalar. Trenировка o'zim ham realni aytaman, hali kiyib ko'rganim yo'q matchda. Смотреть ko'rdim-ku, matchda kiyib ko'rganman. Hozir birinchi marta sizlar bilan ko'raman. Bolalar. Nima deyapti bu? Bolalar buni qilish kerak qaranglar.
Nima deyapti bu bola? Deb qo'yaptimi bu? Ne o'radi? Tirs siltilaydi. Buni qaranglar. Chotkimi bola? Voy, xullas yangi sit shu bola. Nu da bola, bizda yangi sit borlikka bor, lekin normalniy arja yo'q. M4da bor, Valda bordir, boshqalarida bor. USBda xullas menga hozir samый главный imka bilan kalashga skin kerak bola. Hozir men ikkita variant ko'rsataman, adashmasam shay qo'yganman. Imkaga xullas birinchi variantim mana shu. Bola 276 ga overdrive naklagan. Overdrive bola nima demadinglar shunga? Menga no unchalik ham просто men persatga bilan mosroq ekan, ishonasizlarmi? Shuni aytinglar kommentariyaga, shuni olaymi yo bo'lmasa boshqasinimi? Tagiga men buni ham olmoqchiman. USBni chameleonni 189 da turar ekan bozorda. Shu yerda men bu perchatka bilan просто miyaqga tushib qo'yapti. Bola ko'rib turibsizlar. Buni hozir olib bola. Nima deylar hozir olaman. Короче, men sevdim короче buni bola. Timol Statrekda bu bola. To'g'ri tushunasizlar. Men sotib olaman, qancha ketar ekan o'zi? Tapek ekan. Bola shunaqa bola. Bunga to'xtaydi, mashina USB ga может быть. Hamini qo'ysam qanday bo'ladi nakleyka tiqib? Ha bola. Qo'yamiz bola. Tirs qo'yamiz. Bulishitilga qo'ymayganni, aladni shu qo'yamiz. Как будто Statrek ko'rayotgandek bo'lib turadi-da, ko'ryapsizlarmi bola? Ну, xullas shunaqa bola. O'zinglar fikringlarni yozib qo'yinglar. Takji Kalashnikni ko'rsataman. Kalashnikda bitta ikkita menda to'yist olmoqchi bo'lgandayim bor-u. No, qo'limdagi hozir chiqmayapti hozir. Imkonni ham Kalashnikdan qo'yamiz. Ko'ramiz. Xo'p, qaranglar hozir. Kalashda to'g'risi Treasure Hunter'da olish niyatim bor-u. No, пока что sal qimmatlik qilyapti. Hozir meni o'ylantirayotgan toshni olsam-olmasammi? Qaranglar. Ikkita uchta variant bor-da. Buni ham ko'p chiroyli, просто bu endi har doim bunda o'ynadim. To есть Epic'da o'ynamoqchiman, to есть Hyper Clash'da. Epic'da o'ynamayman, oddiysini olsam bo'ladi. Hozir men Aker Dragonni yo bunday olsam bo'ladi, lekin men Statrek kerak-da. То что либо mamnun olishim kerak. Ko'rib turibsizlar. Prem inboy, leba shuni olishim kerak. Ya'ni takking, kommentariyga yozasizlar agar takking yo'qim bo'lsa, leba men bu o'zi 200 so'm ko'p qo'y. Ketib qol. 200 so'm ko'proq ekan, men sen olganimiz yaxshi. Leba men bu bo'laman, prem men bularni olsa. Yo bo'lmasa oxirgi shu bitta iloj Aker Dragon. Yo mana bu Statrek. Xo'sh, shu uchalasidan bittasini yozib qo'yinglar. Imkonni ham ko'rsatib o'tishim kerak. Imka ketibdi. Imka. Statrek qo'yamiz. Takji imkaga kiradigan bo'lsak, to'yis qaranglar. Bu ma'lum imkani birinchi o'ringa qo'yib qo'ying. To'g'ri, buni endi obro'yi bor, lekin mana ko'rinishi ham kerak-ku salpal. Imkada buni oddiysida o'ynagan moli. To'g'risi uncha yoqmagan, to'g'risi aytaman, tavsiya qilmayman. Biroq olishdi, undan ko'ra mana buni olsanglar. Xullas, imka o'ylab o'tirmay, chunki imka men buni olaman deb aytdim sizlarga. To'g'risi men buni olsam, perchatka bilan ham chotki tushadi, qaranglar. Chotki tushadi. Shu qaysi birini olishimni yozib qoldiringlar bolalar. Bugungi video shundan iborat edi. Open keys qilmoqchi edim o'zi ko'proq GGga. Keyin o'ylab qoldim. To'g'risi hozir bu yoq men 2000 GT'lab uni olgandan ko'ra bolalar
Shuni bozorga chiqqandan keyin olganim yaxshi deb o'ylab qoldim. Shuning uchun bozor chiqishini kutamiz bolalar. Keyin bozor chiqsa ham bitta ikkita skinlar bilan 3-4 mingga olib tashlab, opa-ikkiz qilamiz. Bolalar tagiga shu kommentariyaga yozib qo'yishni unutmanglar. 50 DJ bor. Bitta kommentariya egasiga g'olibga beramiz. Tagida komment yozishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Loni boy bolalar. Like, kommentariya, podpiska, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar.